Hürmetli vatandaş, bugünkü Liksiye muhakeme hem de bu Liksiye muhakeme vaziyetke bağlı emas. Özümüzden mesela Uygurlarga münasebetlik. Şunu ayrı biteyle, vel ayrı bitişine val çizla bugün 2023 yıl 8. ayının 20. gün ettiği yekşembe vatandaş. Yukarıda aytkandak özümüzge münasebetlik bizge bugün sözleydiğin sözümüzde bizden yaman garizimiz mi yok? Yoki kimdir birisiga siyosiy raqobat e'lon qildigan ishimiz mi yo'q? Chunki Uyg'ur da'vo sepet tug'anda o bir raqobatchilikni ko'tarmaydi Uyg'ur da'vosi. Ikkinchi muxolifatchilikni ko'tarmaydi Uyg'ur da'vosi. Uyg'ur da'vosi, zodi Uyg'ur da'vo nima da'vo? Evvel sen bunu qaysing anqira olading, qaysing anqirib tushunib yetalading Uyg'ur nima da'vo qiladi? Vatandaşım Uygur zaten nime dava kıldı. Bunu bilgen adam kançılık, düşüngen adam kançılık. Zaten kançılık nöbette Uygur'un arası da Uygur davası diyenmiş davanı düşüngen adam kançılık. Vatandaşım. Ben bir kere toxtulduğum Uygur davası ve dava koşunu, dava etiratları, kurjukları, yoki dava grupları, toğrusu da ya da ular toğrusu toxtalgan ularning teşkili hizmet ölenmeyinen alakam yok. Toxtalmayım vatandaşım. Ben Türkiye teşkilatlarga a'zo emas. En asaslığı sen Uygur dava degan sözünü işletken ekansan ben şunu çoğun şununla aralashim Türkiye Uygur. Şunu ne Uygur şunun aralashim. Nime aralashimiz, nime toğru toxtalımız? Yalğançılık. Uygur dava koşunu ve koşunu işçideki yalğançılık. Ben yakında radyonun bir haberde yalğançılık kıyğallığını eğizge aldım vatandaşım. Radyo. Amerika Qo'shma Shtatlarida echilgan Uyg'urlar echib kelgan. Amaliyotda kimga? Masalan, amaliyotda Aysa Guruhiga echib berilgan radyo. Vatandaşım. Yalğan sözlemenla dedim. Bir cümle unutup kaptım. Ben asli maksadım şuydu şu vaqtida. Radyo yalğan sözlegendi. Ben yalğan sözlüdüm dedim. Bir cümle düşüp kaptı. Nime deseniz 11. ayının 24. günü ötken yılı 84 nefer Uygur binaga kamap koyulup otlu köydürüp öldürüldü. 3 yaşlık balaba. Otlu köydürüp öldürülgenler ki 3 yaşlık balaba. Radyonun muhbirleri aş 3 yaşlık balının royga qarab durup yalğan sözleme. Ben bu şundaq deyişim gerek edi. Demeptim ben bugün dedim. Radyonun muhbirleri aş 3 yaşlık ot köyüp ölgen balının royga qarab durup yalğan sözleme. Benim bana qarab turanglar mana. Bu narsalar radyoda e'lon qilindi. Hech kimning birisini yaxshi eslanmaymiz. Nopozliq, obrazliq o'rni bor radyo Erkin Osiyo Uyg'ur bilimida e'lon qilindi. Buna nima deyildi vatandaşım? Bana qara. Erkin Alip Tekinning hayat keçmişleri bayon qilingan bir da'voning xotirasi nomli asar nashrdan chiqdi. Muborak bo'lsin. Bir davanın hatırısı Erkin Alip'teki nime dava qildi? Qayerga dava qildi? İstanbul'da parlament qilmi yoki Ankara'da parlament qilmi? Ko'rishgandi. Turkiyada yashagan ekan ko'rishib turdi, hech gap yo'q. Lekin Erkin Alip'teki ko'rishgan odamlarning hammasi siyosiy odam deb qator tizib olib, tor betiga elib chiqib, mana buni siyosiy faoliyat desam, bu yolg'onchilik qildi. Onun içinde aşpez mi var, navay mı var, tangcan mı var? Onun içinde salam saat kılıp gelgen adamları, xulum hoşnunları var. Ulanın hem zıgıp ekilip erken alipteki manda siyasi faaliyet kılıvatıdı desem, o yalğançılık bakmalı da. Bir devrinin davası, yani bir davanın davası. Qaysi dava? Erkin Aliptekin'in dadısı Aysa Aliptekin bir cümle söz Uygur'a karşı durdu. Uygur milletçilerine karşı durdu. Uygur'un millet davası devlet kuruş hukuka karşı durdu. Uygur'un devlet kuruş faaliyetine karşı durdu. Bu
Qaysi davani qildi? Uning o'g'li, Aysoning o'g'li erkin olib degan qaysi davani qildi? Nima da'vo qildi? Boshda aytdim, qayerga da'vo qildi? Turkiyada Uyg'ur da'vosi degan da'vosi yo'q dedi. Prezident Erdo'g'an Amerikaga kelganda Turkiyada Uyg'ur da'vosi degan da'vo yo'q. Da'vo burada. Da'vo Amerikada dedi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an shundoq dedi. Unda o sen nega da'vo qilding? Oxirdan alanglar bir da'voning xotirasida amliq asar nashrdan chiqdi. Myunxendan ixtiyoriy muxbir Akram Ishkibayga bir milay. 8 ayning 1 kuni 2023 Myunxen. Kundalik xabarlar. Qurultaychilar televiziyasi 8 ayning 2 kuni 2023 yil. Qurultaychilar televiziyasi YouTube. Ekranda bir davrning qahramoni erkin olib ekan. Oyada bir da'voning xotirasi deyildi, mavzu ketdi. Endi bu yerda bir davrning qahramoni erkin olib ekan. Söz ma'nosini tahlil qilsa qahramon uchun mahorat ko'rsatadigan zimin sahna bo'lishi kerak. Erkin olib ekan bir davrning qahramoni ekan, sahna nima? Qahramon bo'lish uchun o chiqib o'ynaydigan sahna nima? Kim qurib berdi bu sahnani erkin olib tekinga? Avval bu qahramon bo'lsa bu sahnani o'zi yaratish kerak. O'zi yarata oladigan iqtidor va qudrat, quvvat bo'lsa, bu sahnani erkin olib tekin yaratgan bo'ladi va shundaqla erkin olib tekin bir davrning qahramoni bo'ladi. U yaratgan sahna yo'q. U yaratgan maydon yo'q. U yaratgan da'vo qilish maydoni yo'q. O nimaga qahramon bo'pti? Buni qo'shti naqshiga olayli, bir davrning qahramoni. Demak, avval o'zing shu sahnani yarata olmagan ekansan, sen nima qahramon bo'lding? Endi sen qandoqchiga buni yozgan odam, radioda xabar odam qaysi yuzing? Daptak yuzing, Abduxoliqning chamidak. Qilliqni besib tushadigan yuzing, mushu xabarni, yolg'on xabarni mana men qo'ydim. Sahna nima? Sahnasi yo'q, qahramon nereden kelgan qahramon bu? Mushuni radioga berib, Uyg'ur jamoatini, Uyg'ur ideologiyasi asosida oldirmoqchi bo'lgan bo'lsang, yuzim Abduxoliqning chamidimi betar ketib ketgan yuzi qilin. Muxbir bo'lsin avay. Nimishqa radio buning tahrirligini savol qo'ymaydi? Bir yerdan buyruq keldimi, topshiriq keldimi, qahramon yasab chiqinglar, bir davrni yasab chiqinglar, bir da'voning sistemini yasab chiqinglar deb bir yerdan buyruq keldimi vatandoshlar? Anda bo'lsa nimish qarab turib, bu yerda Uyg'urlar yashayotgan odamman, mendek odamlar yashayotdi, bu dunyo ko'z oldida qarab turib, nima yolg'on so'z desam ekan. Men savol qo'ydim, buning nima qilganligi erkin olib tekini, buning ishim yo'q. Sen demak nima sahna yasab chiqding? Sen o'zing faoliyat qilding. Nima maydon tuzib chiqding? Sen o'zing faoliyat qilding. Yo'q. Unda bo'lsan qahramonlik qayerdan keldi? Nima ahmoq qilsa Uyg'ur jamoatini 40-yillar dadam ahmoq qildi Ayso. Sen hozirgacha Uyg'urlar qatori qo'shilib olib Myunxenda bugungacha ahmoq qilib kelyapsa, bugun radio sana aytib berildi dedim boshda shundoq. Chunki bu yer nurg'un sirlar bor vatandosh. Endi qaridoq. Buni darhol aytib tashlaylik desak mumkin emaskan bu dunyoda vatandosh. Tushundingizmi? Biz hozir davatgan gapimizmi sirni aytish emas. Sen nimish yolg'on so'zlaysan degan gap bu yo'l qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlar yo'l qo'ydi. Matbuot axborot sohasida yolg'on so'zlaysan Amerika qabul qilmaydi. Amerikaning axloq qabul qilmaydi. Amerikaning qonuni qabul qilmaydi. Axborotchilik bu yolg'on so'zlaydigan soha emas-ku. Nimishga yolg'on so'zlaysan? Ekranda bir davrning qahramoni erkin olib ekan. DIVOQ İcraî Komiteti yaqinda Dunyo Uyg'ur qurultayining 6 oylik xizmat plani qabul qilindi. Mavzuli xabar 7 ayning 7 kuni Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur til programmasi e'lon qilindi. 3-chi navbatlik ijroiya komiteti yig'ini muhim masalalar muzokara qilindi.
2023 yıl 7. ayının 13. günüdün tartib resmi icra qilinishiga başladı. Mazkur xizmat plani qaysi mazmunlarni o'z ichiga olgan? Bu savolimizga Dünya Uyg'ur Qurultay İcrai Komitetining raisi Ömer Qanat apandi javob berdi. O mazkur yig'inda Xitoyning hozir xalqarada kun sayin kuchayotgan yolg'on tashviqotiga qanday taqobil turishda nuqtaliq muzokara elib berib xizmat plani tuzilganligini ta'kidladi. Xo'sh, hurmatli Ömer Qanat apandi, men boshda yolg'on dedim. Radyoga berilgan xabar, masalan, bir davrning da'vo xotiri sizga yolg'on mavzu, yolg'on harakat, sharkat dedim. Ekranda bir davrning qahramoni olkin olib tekin deb yolg'on gap bu dedim. Vatandosh, qani Ömer Qanat apandim javob beringiz, siz Xitoyning qaysi yolg'onchiligiga qarshi turasiz-yu, o'zingizning yolg'onchiligini qayerga kelib borasiz Ömer Qanat apandi? Bir vaqt bir xabar yozdingiz. Da'vo degan bundoq bo'ladi ekan, Turkiyada boshlandi da'vo. Yevropada uçkandak dava, Amerika'ya tushganda dava. Şunu mu gezip namaz kılma radyoda anlatkan ediniz Ömer Qanat apandi. Bugün endi biz Xitoyning yolg'onchiligi qanday taqobil turish? Yolg'onchilik Xitoy degan belgida bo'lmaydi. Uyg'ur degan belgida bo'lmaydi. Yolg'onchilik uçup yürüydü. Bugün Xitoydan ağzından çıkıdı bu yolg'onchilik, Ömer Qanatdak, Dolqin Qanatdak odamlarning ağzından çıkıdı yolg'onchilik. Nimaga yolg'on so'zlaysizlar? Yolg'on so'zlaydigan odam nima uchun yolg'on so'zlaydi? Yolg'on so'zlashga majbur bo'lgan odam, ash yolg'on so'zlaganda og'izdan chiqqan pokitni o'zi bejirib qilolmaydigan, o'zi hodisidan chiqolmaydigan, o'zining qudrati yetmaydigan bir ish. Lekin o men bu işte kıldım deb algan so'zlaydi. Masalan, erken alıp ekin. Mesela sen nime dava kıldın? Asas nokta qaytib keleyli. Dadang devletten Uygur'un devlet kuruşa karıştırdı. Sen şu dadağının balısı, sen Uygur için nime dava kıldın? Dava nime? Nimiş yalgan sözdeyse Ömer Qanat apandi, yuqorqi xabaringlarda radioda Akram elqi bir malay muxbir aytib o'tibdi, biz da'vo qildik, qahramonimiz da'voning xotirasi bilan piston debdi. U qip-qizil yolg'onni so'zlayapti. Ömer Qanat apandi, sizlar kimga, qaysi yolg'onchiga qarshi turasizlar? Yolg'onchilik Xitoyning patent huquqi emas, Ömer Qanat apandi, qarang. Hozir bu patent huquqini, yolg'on so'zlash patent huquqini Ömer Qanat, Dolqin Qanat, Parat Yo'rinqash qanotlar tortib oldi hozir. Yolg'onchilik agar patent huquqi bo'ladigan bo'lsa, bu huquqni Ömer Qanat, Dolqin Qanat, Parat Qanotlar tortib oldi. Nima qilgan so'zlaysiz? Üç yaşlık bola Uyghur bola ottu kuyup öldürüldü. Şendime bunun dünya qanday qaraydı? Siyaset adamları qanday qaraydı? İnsaniyet dünyası, insaniyetçilik bunun qanday qaraydı? Kur'an-ı Kerim qanday qaraydı? 3 yaşlık bola ottu kuyup öldü. Filistin'in padişahı Abbas Uygur'a qaratgan siyasetini qo'llayman dedi. Onun qo'lida Qur'on var idi. Pakistan'da İslamik ulemalar Ürümçi keldi. Onun qo'lida Qur'on Kerim var. Dedi ki biz Xitoy bilan birlashib musulmon dunyosini qurib chiqamiz. Musulmon dunyosi qurilib bo'lgan edi. Payg'ambar davrida qurilib bo'lgan edi. Senin bugün Pakistanlıkның yoki Xitoyning ikkinchi bo'lib islom dunyosi qurib chiqish xiyoli berbat bo'ldi. Men dedim, payg'ambar davrida qurilib bo'lgan edi. Balki ikkinchi xil islom dunyosi qurib chiqishi mumkin. Masalan, islom diniga ishonadigan Abbosdak, eliqa Pakistanlikdak va yana bir yerlikdak ismini chiqamay, shulardak birlashib, islom dinini
ayg'ashlik qiladigan, haqorat qiladigan, ishonchni, e'tiqodni yo'qtirgan mushundaq bir dinni barpo qilishing, buni din degili bo'lmaydi. Buni ko'ngilchilik ta'limoti, ming'izchilik ta'limoti deb yig'ib kelayli. Yalğancılık, qip-qizil yalğancılık. Biz bunu aşılağa qarattık. Radyo bilan bunun münasebeti yok bu işler bilan. Lekin biz radyo sizde qılayotgan gepimiz nima desiniz? Sen dava qo'shini ekansan, nima yolg'on so'zlaysan? Bir davaning xotirasi. Bir tarixiy davrning qahramoni. Ey, muxbir, tarixiy davr deganni bilamsan ha? Nima tarixiy davr degan? Tarixiy davr degan qandoq belgilik bo'ladi bilamsan ha? Men hozir qorquyuq so'zlamay, material ko'rib so'zlab berasan. Tarixiy davr degan nima? Bilamsan ha, hey muxbir efendi. Xo'sh, Umar Qanot efendi, yolg'onchilikqa qarshi ko'ringlar. Bu yolg'onchilik qarshi turamiz. Ömer Qanot efendi xoş kelaylik. Bugün endi mushu davri kelaylik. Ömer Qanot efendi hazır Uyg'ur meselesi. Meyli bizden subjektiv arzusumuz bolsun, meyli bizden armanımız bolsun, meyli hazır konkret dünyanın konkret reallığı bolsun, meyli Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati bolsun, bir açal bir dön kelib to'xtadi de. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati bo'yicha Uyg'urlar to'g'risida siyoset belgilaydigan davri kelib to'xtadi. Bundan keyingi dunyoviy siyosatlar va Uyg'urga munosabatli siyosatlerde ashining o'ddisga chiqalig'idek, o'ddisdan chiqalaydigan qurultaychilarning ichida bir odam bormi? Bir odam bormi? Radioning muxbiri Erkin Tarim bir vaqtida kesel bo'lib qolgan edi. Erkin Olibtekin Davud o'g'li kelib doktorxonada yo'qladi degan xabarni radyoga berib edi. Men aplo dedim. Bir nuqta aytganda Erkin Olibtekinga ichi og'ridi, ishim og'ridi. Demişqa bir karvat, yoki uning ustida matras yo'q. Yoki uning ustiga gep qo'ygan bir oq adiyal yo'q. Doktorxonada yotganligini ko'rsatib turadigan kesel karvati yo'q. Bir sim karvatning ustida yengili qo'sh qilib haydab ko'tarilib chiqqan yoki dombuyib chiqqan shudiganing chammisida ketibdi. Men muxbir Erkin Tarimni ko'nglimda tanqid qildim. Sen bu odamning mushunga tushamoqchimisan? Yoki o doktorxonaga yetib qolgan edi, Davud o'g'li kelib yo'qladi deb masxara qildimmi demoqchi edi. Bunda xabarga bo'lsa yo'qladi, Erkin Olibtekin og'rib qolibdi, yo'qladi, tugid, az suratni berishingning g'oyati yo'q. İnsandan her qanday insan o'zining tasavvuri bilan birga yashaydi efendi. Xabarchilikdimi sen shu tasavvurning o'ddisidan chiqanmisanmi? İnsanning yoki publikning, ko'pchilikning ko'radigan xabarlarga yetishanmisanmi har holda? Bunday xabarni uyaga berishing kerak emas. Men dedim, tasavvur qabul qila oladigan narsani suratni berishing kerak. Tasavvur qabul qilolmaydigan narsani berma. Radioga tanlama Erkin Tarim. Gaplerim hozir nurg'un nuqtalar ketib qoldi, kechiringlar vatandoshlar. Mening demoqchi bo'lganim, nemishki yolg'on so'zlaysan demoqchi Umar Qanot efendi. Qarangki Xitoyning yolg'onchiligiga qarshi turman. Please Umar Qanoti. Avval o'zingizning yolg'onchiligiga taqobil turing efendi. Enadekin Dolqin Esa nima dedi? Qurultaychilar televiziyasi Erkin Olibtekin G'arb dunyosi da'vo qildi. Ya. Men dunyoda ayni chog'da ikki xushomatchini yiroqdan ko'rgan edim. Birisi Zhou Enlai Zhongli Mao Zedongga xushomat qilishi. Yashasin Mao Zedong deb shior to'laganda Zhou Enlaining jayniga osh topiniga tegib turib, qo'lini mushunda ko'tarib. Yashasin Mao Zedong, mansay deb to'laydi. Lembiyomi ulug' doyi, buyuk doyi, rolchimiz ham yo'lchimiz deb shundoq madiyalagan edi. Amaliyoti bu rolchi Lembiyo keyingi chog'da siyosiy o'zgarishlar Mao Zedongni elib tashlaydigan odamga aylandi vatandosh.
Bunu koyup duraylı, Dolkun İsa Efendi, qaysı tiliniz, qaysı zuvanınız bilen ve şundaqla adamlar arasında yaşayotganda kiliş buluş digişte qaysı adamilikiniz bilen aytdınız ki, erken alıp diken garip dünyası dava qıl näge? Garip dünyası qancha dünya? O faqatla bir dünya. Avrupa 4-5 devlet, Angliya qatarlıq, Amerika başçılığındaki garip dünyası. Amerika dava qilsangiz bu dava bo'ladi. Ondan boshqa yerda Amerika qabul qilmay turib, sizni hech kim qabul qilolmaydi. Dolqun Aysa Efendi biz 2006-yil 11-oyda bo'lgan vaqtda siz mashina haydab delevorchilik g'ayratingizga apirin ashundan tushgan pul bilan Miyonxondagi ishxonangizni saqlab turgan odam edingiz. O'zingizning puli bilan buni sizning ro'yingizga apirin deyishga qo'llashga to'g'ri keldi Dolqun Aysa Efendi. Qurultay ağızda bu ameliyatı yok, cismi yok qurultaydı. Dolqun Aysa Efendi. Onu tutqalı eken ismini baktılar işiget. Ben bugün sizni bütünlüğü inkar qilmoqchi yoki bütünlüğü yok çıkarmoqchi ben rahat sözden ben sual qo'yay sizga. Erken alimdeken qaysi g'arb dunyosi da'vo qildi. Ben Amerika keldim bugün 27-28 yıl bo'laydi. Erken alimdeken Amerika'ya 3 qatim yetib keldi. Birinci qatim 1996-yili Wuhan'dagi tercümanlık yetib keldi. Onundaki 2 qatim radyo açıldığında geldi. Maaşı az iken dep qaytib ketdi. Dava qilmadi, radyoda maaş yuqori olsa radyoda ishlaytim dep keldi. Kimga da'vo qildi erkin olib ekan? Eg'zokim o yoki manda bir qo'lida bir qog'oz bormi? Bu qog'ozga nima yozdi? Dadam Aysa men erkin edim. Men Amerikadagi qurultaychilarning boshlig'i, dunyoda qurultaychilarning boshlig'i deb tanishtirdim. Yani nima da'vo qildi Dolqun Aysa Efendi? Erkin da'vo qilgan siz billa bormidingiz? Amerikaga billa kelganmi? Yoki boshqa davlatlarga billa borgan qayaga? Nima qarab turib? Yalgan sözdeysiz. Qarab turib bu adam nima sifat ato qilmoqchi bo'lib qoldingiz? Qarab turib nima shuni bir davrdan qahramoni, bir davrdan da'vogari qilmoqchi bo'ldinglar. Bir yoqda topshiriq kelgan bo'lsa aytinglar, biz zuvanimizni yig'imiz. Darhol to'xtaymiz, adabli odamlar deyman. Bir tarafdan buyruq yoki topshiriq kelib qoldimi, ko'taringlar mana deb. Vatandaşlara ahir tapşırdıgan sözüm şuken ki, dikkat kılın vatandaşım. Uygur davası açı yolga keldi. Halk bulgoç devri kirip geldi. İhtimal belki Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti yakında Uygur doğrusu siyaset belgileydi o vatandaş. Şu narsasının adı olsun ki, hazırki qurultaychilar ve başkalarının hammasi tarixdagi Aysa guruhidir. 20. asırdan 40. yıllarda dünyanın Uygur doğrusu siyaseti selbi oldu, icabi bulalmadı. Alyaskı söhbet edinken Amerika Qo'shma Shtatlarının tashqi siyosati o'zgardi. Uyg'uriston jungoning ishi emas dedi. Medet tilaymiz Allah'dan Amerika Qo'shma Shtatlarga. Mushu söz, mush iborat davlat ishtirokati Antony Blinkenning og'zidan chiqqani bo'yicha Uyg'urga Amerika Qo'shma Shtatlarining shundoq siyoset belgilashini umid qilamiz. 35 milyon Uyghur halkı şunu ümmet kılıdı, şunu kütüdü, şunu Amerika iltica kılıdı. Amerika Qo'shma Shtatlarının Uyg'urlar doğrusu şunda siyaset belgilişini Uyg'urlar iltica kıldı, ümmet kılıdı, arzu kılıdı. Uyg'urlar hazır Amerika'dan başka, Amerika'dan eğiz etişten başka hiç kandak yol yok, başka hiç kandak çağrı yok. Növbette Uyghur için hiç kandak çağrı yok. Fakat Amerika'nın tashqi siyaseti. Tashqi siyasi tayinishdan başka Uyg'urning hech qanday amali yo'q. Shunashqa Amerika xalqiga Allohdan nusrat tilaymiz vatandoshlar. Biz shuni Amerika xalqiga aytib qo'yaylikki, Amerikaning siyosati o'zgardi. 20-asrning 40-yillardagi siyosati o'zgardi. 20-asrning 40-yillarda Uyg'urga qaratgan siyosati 2021-yili
3 ayının 18. 19. günü Amerika'nın Alyaska ştatı da çünkü Amerika söhbeti de özgerdi. Uyguristan çünkü onun işki işemez. Biz Amerika Qoşma Ştatlarının muşundaq siyaset belgilişini Uygur doğrusu da ümit qılımız. Sizlerde bununla maslaşqıdak, sizlerde Moskvadan bilen ägeşkidik, iktidar barmı Ömer Kanat Efendi, Kurultayçı efendiler. Merhamet şunda iktidarla işleşenlerini ümit qılımız efendiler. Lekin gap bugün ben başta ettim ki ben birisiga siyasi rekabetçilik kılıvatkanım yok. Yalgan sözlümü. Dava sepeti, dava qo'shini yalgan sözlümü. Mana bu mening da'vatmini.